qalasiga xos kirish darvozasi, ekoturizm va gastronom turizm uchun zarur infratuzilmalar barpo etilmoqda. Bu majmuaga 20 dan ortiq davlatlar vakillari tashrif buyurdi. Yana mana shu Italiya, Turkiya, Rossiya davlatlari bilan muzokaralar olib borilmoqda. Maqsadimiz nafaqat turistlar uchun, balki o'zimizning olimlarimiz, yosh ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirishga bel bog'lagan izlanuvchi olimlarimizga ham katta maydonga aylanmoqda. Qurilish jarayonida borib ko'rganimizda har metr o'tgan trubani ustida odam kirib nazorat qiluvchi nazorat quvurlari yaratilgan. 20 yil avval mana shu ishlar amalga oshirilgan va kecha turizm qo'mitasi ishlagan bir rolikni ko'zim tushdi. Eng qadimgi innovatsion ixtiro Namanganda yoki Axsikentda degan bir e'tirof bilan chiqishga, buni ham tagida asosi bo'lishi kerak, chunki o'sha suvni olib kelib kanalizatsiya tarmoqlari hozirgi nimada aytadigan bo'lsak, teplый pol deymiz, issiq tagidan issiqlik bilan isitish tizimi Axsikentda yaratilganligiga urg'u beryapti turistimiz. Shu nuqtai nazardan bu joyda juda ham katta hali oldimizda ilmiy tadqiqotlar turibdi. Ma'lumman, kelgusi 3-4-5 yil bo'lar, lekin mingli yillar turgan mana shu eski shahrimiz hurmatli prezidentimizning qarorlari, tashabbuslari bilan yangi nafas berilyapti va o'ylayman, faqatgina turistlar emas, umuman olimlarni ko'proq jalb etib, bu yerda ko'proq ilmiy izlanishlar yaratishimiz va yangi qo'llanmalar, umuman kitoblar chop ettirish oldimizdagi katta vazifalar. Bularni amalga oshirish uchun barcha sharoitlar yaratdik. Bu ishlarni tashkil etamiz. E'tiboringizdan uchun rahmat. Sirdaryoga shunaqa palusli kemalar qo'yamiz. 20 kishilik, 30 kishilik. Bu 50-yilda Axsikentda Sirdaryodan Xo'jandga kema qatnagan ekan. 60 yil, 70 yil oldin. Endi shuni 70 yildan keyin tiklab, prezidentimizga bilan shu ramziy mana shu kemamizni anjuman juda katta tajriba maydoni vazifasini bajaryapti. Mana viloyat hokimi o'z so'zida aytdilar, Axsikent nafaqat O'zbekiston, nafaqat Osiyo, balki dunyo turizm markaziga aylanadi. Va mana shu yo'lda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, tavsiyalari bilan juda katta turistik klaster tashkil etilmoqda va bizni o'sha 19-yildan buyog'iga, 20-yildan buyog'iga olib borgan 5 yillik ishlarimiz natijasi bugun kelib ko'zga ko'rinyapti. Chunki har bitta obyekt juda nozik. Masalan, bitta muzeyimizni qurish uchun biz 3 yil vaqt sarflayapmiz. Chunki yuzlab quruvchilar bilan bir qatorda mana arxeologlar yelkama-yelka ish qilishyapti. Mana hozirgi kunda 4 ta ochiq osmon osti muzeyi tayyor bo'ldi. Eksponatlar muzeyi tayyor holatga keldi. Va biz ramziy o'sha 3000 yillik ko'rinishga ega ramziy darvozamizni biz qurganmiz. So'nggi mana shu 1 yil ichida Axsikentdagi o'zgarishlar, Axsikentdagi yangilanishlarning evaziga mana shu hududda 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaraldi. Mana shuna xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalarimiz natijasida juda katta biz o'zgarish, juda katta bir yangilanish oldik, juda katta bir ishimizga samara qo'shildi. Va o'ylaymanki, bu konferensiyamiz ham natijadorligi oldingilardan kam bo'lmaydi. Chunki undan ortiq davlatdan vakillar ishtirok etyapti. Butun viloyat va Farg'ona vodiysidagi tur kompaniya vakillari ishtirok etyapti.